Chaqariqoq sentridan subsidiya yoki ipotekaga novostroyga so'raganlar uchun mana domizani ko'rasizlar. Tayyor qurib qo'yilgan kadastr hujjatlari bor. Mana shu domizadan 2 xonali eng hadoy razmerdagi 47 kvadratlik kvartiralarimizni sotuvga qo'yilgan. Xolislik subsidiya, xolislik ipoteka qilib olsangiz ham bo'ladi. Narxi juda ham zo'r. Lokatsiyani tushuntiradigan bo'lsam, to'g'rida Shayxontohur rudini ko'rishingiz mumkin. Ya'ni biz Samarqand Darvoza ko'chasiga kelganmiz. Chap tarafdan Chilonzor Oqtepa chiqsanglar bo'ladi, o'ng tarafdan Samarqand Darvoza biznes sentriga borishingiz mumkin. Old tarafdan ko'rayotgan bo'lsanglar, katta bepul parkovshin joylari bor va orqa taraflama chiroyli deski plashatkalarni ko'rishingiz mumkin. Novostroykamiz juda ham chiroyli sifat bilan qurilgan. Pastki podolda ham katta parkovshin joylariga ega bo'ladi. 2 xonali kvartiralarimizni xohlagan etajlardan tanlab olsangiz bo'ladi. Jami 10 dona kvartiramiz, maydoni 47 kvadratdan, planirovkasini ko'rishingiz mumkin. Qora suvoq holatida xonalarga bo'lib qo'yilgan. Har bitta kvartiraning alohida ikkitadan katta derazalari bor, sanuzlarga ham ega bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa, 1 kvadratini 1200 dollardan deyishyapti. Ya'ni 47 kvadratlik kvartiramiz 56400 dollarga aylanadi. Lekin bu lokatsiya uchun juda ham zo'r narx. Ya'ni xolislik ipoteka, xolislik subsidiya qilib olish ham mumkin. Pastda to'g'ridan to'g'ri quruvchilar nomerini qoldiramiz. O'zingiz telefon qilib bemalol savdolashib olsangiz bo'ladi.